Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz ekstraksiya jarayoni haqida o'rganamiz. Ma'lumki, ekstraksiya jarayoni ham massa almashinuv jarayoni hisoblanadi. Ekstraksiya jarayonida murakkab aralashmalar tanlab olingan suyuqlik orqali fazalarga ajratiladi. Biz ushbu jarayonni sanoatda qanday qo'llanishini ko'rib chiqamiz. Misol uchun, surkov moylari. Surkov moylarini sifatini buzuvchi mahsulot og'ir paraffinlar hisoblanadi. Ushbu og'ir paraffinlar tanlab olingan suyuqlik orqali ajratiladi. Ya'ni tanlab olingan suyuqlik bu yerda fenol mana. Ikkala modda ham aralashtirgichga solinadi, yaxshilab aralashadi va tindirgichga yuboriladi. Tindirgichda fenolga og'ir paraffinlar yutilib, mana yuqori qismiga, ya'ni zichligi farqi evaziga mana yuqori qismida yig'iladi, pastki qismida esa toza surkov moyi yig'iladi. Fenolga yutilgan og'ir paraffinlar, ya'ni tanlab olingan suyuqlikka yutilgan mahsulot ekstrakt deb ataladi. Qolgan qoldiq esa mana bu yerda qoldiq toza surkov moyi hisoblangan raffinat hisoblanadi. Ya'ni to'liq sxemasi bu. Surkov moylarini og'ir paraffinlardan tozalash sxemasi hisoblanadi. Shu sxemada ekstraksiya jarayoni ketadi.